Allohga shukr azizlar. Hammalarimiz juda bir baxtli insonlar ekanmizki, mana shunday bir muqaddas diyorga kelib, labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak deya aytishlik baxtiga musharraf bo'ldik. Allohning chaqirig'iga labbayk deb kelgan siz bizlarni Alloh ibodatlarimizni maqbul aylasin. Rasulimiz alayhissalatu vassalamning ravzalarida jannat bog'laridan bir bog'da namoz o'qigan barchamizni Allohim jannatida mehmon aylasin. Rasulimiz alayhissalatu vassalamga ko'zlarida yosh bilan assalomu alayka ya Rasululloh deb salovat va salom aytgan bizlarni Rasulimiz alayhissalom bilan jannatida Alloh ko'rishtirishlikda nasib qilsin. Ilohim shu paytgacha qilgan ibodatlarimiz maqbul bo'lsin. Allohga shukr azizlar, biz Arafatdamiz. Namoz azizlar ummul ibodat deyiladi. Barcha ibodatlarning onasi namoz hisoblanadi. Ana shu namozning ichida eng muhim bir nuqta bor azizlar. Bu nima? Bu sajda. Chunki banda sajdasi bilan Robbiga yaqin bo'ladi. Hech kimga egilmagan boshini Alloh uchun egadi. Hech kimga bo'ysunmagan bu boshini tuproqqa qo'yib subhan robbiyal